Kim açtı savdosi haqida? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Kim açtı savdosining hukmi va shartlari haqida tushuncha bergan bo'lsalar, Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Kim açtı yoki kim ortiq savdosi arabcha bay'ul muzayada yoki mazad, turishcha muzayada mazad yoki ochiq orttirma va inglizcha auction. Satishga chiqarilgan tovarning bahosini oshirishda xaridorlar orasida baslashishni ko'rsatadi. Islom fiqhida bir tovar satishga chiqarilsa, xaridorlar bir-birlaridan baho oshirib, eng yuqori baho bergan kishining sotib olishidan iborat. To'rt mazhabni o'z ichiga olgan ko'pchilik olimlarning nazarida bu savdo joizdir. Bunun ta'tiri bo'lgan kemaytib setishmi joiz bo'lib, uningda xaridor ma'lum sifatlik biror tovarni sotib olish yoki biror turni hoddiga berish e'lon qilsa, sotquchilar bir-biridan baho kemaytishib, eng tuvan bahoga rozi bo'lgani sotadi. Islom fiqhi akademiyasi 1993-yili 8-navbatlik qurultayida mundaq qaror olgan. Kunimizda xaridor chaqirish, arabcha talabul urud, turishcha ihola, inglizcha invitation to tender yoki ITT deb atalayotgan sotib olish yoki biror turini hoddiga berishda bir tur tijorat yoki ish birdan ortiq sotquchisi, sung'uvchisi orasida eng muvofiq taklifni sungan bir qatnashquchiga beriladi. Kim açtı mohiyatidagi joiz ishdir. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilganki, bir odam o'zining quliga "Men o'lgandan keyin sen azod" degan edi. Keyin u odam muhtoj bo'lib qoldi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u qulni olib, "Buni mendan kim sotib oladi?" degan edi. Nuaym ibn Abdullah uni muncha pulga sotib oldi. Shuning bilan Rasululloh pulni u odamga berdi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir egar bilan bir qochini kim açtı savdosida sotganligi rivoyat qilingan. Bu hadisning sanadida zaiflik bo'lsa-mu, u boshqa bir sahih hadisga zid kelmagandan sirt, boshqa sahih hadislar va ashab karamlarning ish-harakat va so'zlari bilan birlashtirib qaraganimizda amal qilishga bo'ladi. Ata Allohning rahmati uningga bo'lsin. Men sahobalarning g'animatlarini kim açtı qilib satsa hech gap bo'lmaydi deb qarg'anligini ko'rganman degan. Kim açtı savdosini salaflardan yana Hazrati Umar va Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhular, shundaqla Mujahid, Umar ibn Abdul Aziz va Hammad qatorliq zotlar joiz deb qaragan. Demak, bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning zamonidan buyon qilinib kelayotgan savdo bo'lib, faqihlarimiz bu savdoning ta'rifini, shaklini va uningga aloqador barliq ahkamlarni asarlarida bayon qilib kelgan. Imom Sarxasi bu vaqtda mundaq deydi: Kim açtı savdosining sifati bir kishi tavrini o'zi yoki o'rinbosari orqali tovlab bozorga solsa, xaridorlarning ba'zilaridan oshirib baho beradi. Tovlash to'xtamagan muddatcha boshqa xaridorlar bahoni oshirsa bo'ladi. Bir xaridor bir bahoni degandan keyin mal egasi uningga rozi bo'lib tovlashni to'xtatsa, boshqalarning baho oshirib olishga urinishi makruhdir. Chunki bu boshqalar savdolashayotganning ustiga savdolashish bo'ladi. Islom fiqhi akademiyasi 1993-yili 8-navbatlik qurultayida mundaq qaror olgan. Kim açtı savdosi savdo satiqdan boshqa ijaraga berish va ijaraga elish kabi to'xtamlardami bo'ladi. To'xtam tabiatiga qarab odatdagi shaxslar ara ixtiyoriy kim açtı bo'lishimi, sud mahkamalari va davlat organlari olib boradigan majburiy kim açtı bo'lishimi mumkin. Bu savdoning to'g'ri bo'lishi uchun savdoning oldi-keynidagi tuvandagi shartlar tepilishi kerak. 1. Rasmiyatlar shariatga xilof bo'lmasligi. 2. Har bir qatnashquvchi savdoga qatnashish uchun kafolat pul to'lashi joiz, lekin savdo bitmagan ahvolda egasiga qaytarilishi, savdo bitgan ahvolda tovarning pulining bir qismiga hisob bo'lishi vojib. 3. Daftar qog'oz pulidek so'rin chiqimiga oid rasmiyat pullari bo'lsa, shu narsalarning haqiqiy qimmatidan eshib ketmasa joiz bo'ladi. 4. Savdoga sotib olish niyati bilan qatnashish. Sotib olish niyati bo'lmasa-mu, boshqalar yuqori bahoda sotib olsin uchun bahoni oshirib saxt xaridor bo'lish yoki boshqalarga ziyon urish uchun qatnashish yoki bahoni oshirmaslik uchun til beriktirish cheklanadi. 5. Tovar egasi yoki vositachi yoki bidik paloni munchaga olay dedi deb yolg'on aytmasligi va xaridorlarni boshqa turli qo'llamasligi. 6. Boshqa savdolarda shart qilingan bo'yicha sotquchi tovarning egasi yoki egasining vakili bo'lishi, tovarning sifati aniq bo'lishi, bor va topshirib beriladigan tovar bo'lishi.
Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh.